Sekin tepadan boshlanadi. Noket bol. Assalomu alaykum biz kuzatuvchilar. Mana shu ukaxonimiz o'zi gapirib bersin, ko'tarib o'rgatib qo'ygan bo'lmasini. Men bu kishiga savol berdim. Belda og'riq, oyoqqa beryapti degandan keyin nima qildingiz, nima qo'ydingiz? Qani eshitaylik. Birinchi men pochka deb o'yladim da. Hop. Doktorlar ham pochka dedi. Pochkaga, pochka borib dedim. Lecheniyalar qilib berdi. 5 kun lecheniya oldim, foyda bo'lmadi. Keyin bu pochkadan men nervdan shekilli dedi bir apteka uka. Hop. Yine tomografiyaga tushdim-da. Tomografiyaga tushdingiz. Girija berdi. Girija berdi yine. Ukamning oshnasi tavsiya qildi, Hoji tog'am oldiga keldi. Güzel. Qani biz jalbaz ichdik. Hozir danni yurayapti. Chap oyog'ingizga beryaptimi? Yo'q, hozir oyoqqa bermaydi. Mana shu tochka mashida. Bitta tochkada mana shu klastesi tepasida bo'lyapti. Qani bo'yinni ko'rib qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'p tanlaysizmi? Chap tarafingiz ancha sho'dirab yurib qo'yibsiz-da. Ehtiyot qilib. Ba'zan ham yopishibdi, ozgina ichsa emas, chap tarafdan napряжение katta. O'ntaman yumshoqmi? Bu yerda katta. Chuqurlik bor, bo'ldi. Endi test bajaramiz, qarang. Ko'rsin odamlar ham. Qani ne qilib ko'tarinchi, beringiz og'riq chiqadimi yo'q? Qani bo'yin. Yo'q og'riq. Endi o'sini ko'taring. Bormi yo'qmi? Bor. Ozgina bor. Endi tizan bukmagan holatda o gilanga qo'lingizni yetkazasiz. Qani yetmasa to'xtating. Yetmadan o'rib ketdi, mana tortdimi? Endi qarang, yana bitta test. Mashida olib. Хорошо. O'ng oyog'ingizni xohlashasiz stol ko'tarib oling. Bunday yonidan olasiz. Yonidan olib turib, bunday qilib tekizib ko'ringchi. O'tirib olsangiz ham mayli. O'ng oyog'imi? Ha, o'ng oyoq. Chap oyog'ini o'rayapti, qila olmaysiz uni. Stol dusha olsangiz ham mayli, yiqilgandan ko'ra. Tekiz bo'lsinchi. Bak, mana qolyapti mana. Temirlar qo'yganmizmi, nima? Simmi? Beşlik şekli ya. Mana shular sizni beringizni aytib nasıl? Tak, o'rtamiz qo'limizdan. Mana kechmay qo'yaman. Ro'rtini sopatganingizdan ko'ra. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'limizdan yo'ting. Bel tepada qolsin. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh shifo bersin. Aka qo'l yonboshga. Xo'p, mana endi tomogrammadan tashqari mana o'zimiz bir qator tomogra qilamiz mana. Qarang mana. O'ng tarafingiz o'zi asli baland turibdi, lekin chap tarafda illadi. Chuqurlik tekizdan ketgan, tegmayman beringizga. Day, mana sizniki mashetdan boshlanyapti mana. Asosisi mashetda. Qarang, mana to'g'ri bormi? Qo'may, to'g'ri bormi yo'qmi? Bora, chap tarafga o'tyapti. Endi bu yoqda yo'q. Xo'p, bu yerda to'g'ri boshimiz keladi. Mana yumshoq, bu qattiq. Tangachalarimiz yo'lda turibdi, lekin mana yaxshi o'rinda turibdi, mana qattiqroq. Meniklar ham joyda. Xo'p, shunday bir-biriga dicha teparaga chiqarib ozgina, mana oyog'i chiqsin. Mana to'g'ri qo'ying, xuddi men o'zim tayyorlab olganga o'xshamas. Oyog'ini bir-biriga urashtirsangiz mana 1.50 ozgina yetishmayapti. Hozir mana nimani ukol qiladigan chiqirtida og'riq bormi yo'qmi? Bunda bor, ha? Bunda ham bormi? Yo'q. Bunda yo'q, bunda bor, ha? Endi sekin mana biz ularni boshlab tekizib olamiz mana. Bismillahirrohmanirrohim. Xato bo'lib ketsa aytasiz. Ismingiz nima edi? Oqilbek. Yaxshi ketdimi? Barakalla. Xo'p. Telefon qo'ramasdim. 10 minut. Ya bu tekizlandi. Endi nerv xo'rtlarini ochamiz. Bu yerlar yaxshi mana. Mana napряжениeni uni xat nima qilmayman. Maylaringizdan og'riq bor ekan mana. Sekin mana ochib qo'yaman mana. Qarang mana. Mana shu hozir o'ylardi, oralari kichkina ketgan. Ularni ochdik mana. Mana bo'sh ko'rib tursangiz, ikkovi ham bir xil rubobda simiga o'xshab turibdi mana. Bu ham yumshoq